Assalomu alaykum do'stlar. Demak, biokimyo nazariy savollar tahlilini davom ettiramiz. Biz hozir katabolizmga aloqador 3 ta savolni ketma-ket ko'rib chiqamiz. Demak, 4-savol katabolizm nima va uning asosiy funksiyasi nimadan iborat? Bundan avvalgi savollarda ham gaplashganimizdek, katabolizm bu organizmdagi moddalar almashinuvi, ya'ni metabolizmni bir asosiy bosqich hisoblanadi. Katabolizm grekcha so'zidan tarjima qilinganda asosan parchalanish, ya'ni pastga tashlash degan ma'nolarni ham anglatadi. Katabolizm bu hujayraga tashqaridan kirgan yoki hujayrani o'zida hosil bo'lgan murakkab organik birikmalarni, ya'ni oqsillar, uglevodlar, lipidlar parchalanish natijasida oddiy moddalar, ya'ni karbonat angidrid, suv, ammiak hosil bo'lish jarayoni hisoblanadi. Endi katabolizm asosan turli xil nomlar bilan, ya'ni katabolizm, dissimulyatsiya va energiya almashinuvi degan atamalar bilan ham ataladi. Endi katabolizmning asosiy funksiyalari bu birinchisi energiya ajratish. Ya'ni energiya ajratish degani nima degan desa, bu murakkab kimyoviy bog'lar, ya'ni moddalarning tarkibidagi bog'lar uzilishi natijasida energiya ajrab chiqariladi. Ya'ni bu energiya hujayrani ishlashi uchun xizmat qiladigan energiya hisoblanadi. Endi ikkinchi funksiyasi bu anabolizm uchun xomashyo. Anabolizm uchun xomashyo deganda katabolizm natijasida hosil bo'lgan oraliq molekulalar, ya'ni suv, glyukoza, aminokislotalar keyinchalik kerakli moddalar sintezi uchun sarflanadi. Ya'ni qurilish materiali bo'lib xizmat qiladi. Endi uchinchi funksiyasi bo'lsa, bu tozalash funksiyasi. Tozalash funksiyasi hujayralar o'zidagi eskirgan tuzilmalarning utilizatsiya qilinishi. Ya'ni o'z vaqtini o'tab bo'lgan, ish faoliyatini bajarib bo'lgan organoidlar va makromolekulalar katabolizm yordamida parchalanadi va tozalab turiladi. Shu natijasida hujayra tozaligi saqlanadi. Endi keyingi savol, 5-savolga o'tsak, katabolizm jarayonida hosil bo'ladigan energiya asosan qaysi birikma shaklida to'planadi? Katabolizm organik moddalar parchalanganda ajraladigan energiya hujayra ichida shunchalik issiqlikka tarqab ketmaydi. Ya'ni u birdaniga issiqlik sifati tarqab ketsa, bu hujayrani yonishiga sabab bo'lib qoladi. O'shaning uchun tabiatda katabolizm jarayonida hosil bo'lgan energiya maxsus universal energiyaga aylantiriladi. Bu universal birikma ATF, ya'ni adenozin trifosfat shaklida bo'ladi. Endi adenozin trifosfat qanday ishlaydi? Bu katabolizm jarayonida ajralgan energiya hisobiga ADF, ya'ni adenozin difosfatni hosil bo'lishi hisoblanadi. Adenozin difosfatga fosfat kislota qoldig'i birikadi va adenozin trifosfat molekulasini hosil qiladi. ATF molekulasida asosan ikkita fosfat bog'i makroergik, ya'ni yuqori energiya beruvchi bog'lardan hisoblanadi. Bular ATF asosan hujayrada biror ishni bajarish, ya'ni moddalar sintezida, hujayraning o'sishida yoki transportida asosiy energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. ATF tarkibidagi makroergik bog'lar gidrolizga uchraganda, ya'ni parchalanganda, bir bog' uzilganda 42 kilojul energiyani ajratib chiqaradi. Bu hujayraga katta energiya bilan ta'minlaydi. Endi 6-savol bo'lsa, katabolizmning 3 bosqichini sanab o'ting va har birining mohiyatini tushuntiring. Endi katabolizm asosan 3 ta bosqichdan iborat. Ya'ni bu energiya almashinuvi murakkab zanjirli reaksiyalardan iborat bo'ladi. 3 ta asosiy bosqich ketma-ket sodir bo'ladi. Birinchi bosqich bu tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik bosqichida yirik polimer moddalar, ya'ni polimer moddalar monomerlargacha parchalanadi. Misol uchun oqsillar aminokislotalarga, keyin nuklein kislota nukleotidlarga parchalanadi. Uglevodlar
glikogen, kraxmallar glyukozagacha parchalanadi, yog'lar glitserin va yog' kislotalariga parchalanadi. Bu hammasi tayyorgarlik bosqichida sodir bo'ladi. Endi ikkinchi bosqich bo'lsa, bu kislorodsiz bosqich, ya'ni glikoliz yoki anaerob ham deyiladi. Endi kislorodsiz bosqich bu birinchi bosqichda hosil bo'lgan monomerlar kislorod ishtirokisiz fermentlar yordamida bundan ham kichik molekulali moddalarga parchalanadi. Kichik molekula. Shulardan glyukozaning parchalanishi glikoliz deyiladi va ikkita molekula sut kislotasi ajratadi. Glyukoza parchalanishi glikoliz. Bunda ikkita sut kislotasi hosil bo'ladi. Endi uchinchi bosqich bo'lsa, bu kislorodli bosqich, ya'ni aerob bosqich. Bu hujayra nafasi ham deyiladi. Bu katabolizmning so'nggi bosqichi hisoblanib, ikkinchi bosqichda hosil bo'lgan moddalar, ya'ni chara parchalanishdan hosil bo'lgan pirozin kislota, ya'ni sut kislotasi kislorod ishtirokida oxirgi mahsulot karbonat ayni suvgacha to'liq oksidlanadi. Ya'ni sut kislota kislorod ishtirokida karbonat angidrid va suvgacha parchalanadi. Bu bosqich o'z ichiga Krebs sikli va nafas olish zanjirini, ya'ni elektron transport zanjirini oladi. Endi hujayra nafasi mana shu nafas olish va Krebs sikli jarayoni ham sodir bo'lgani uchun hujayra nafasi ham deyiladi. Endi bu bosqichlar qayerda kechadi? Birinchi bosqich, ya'ni tayyorgarlik bosqichi ko'p hujayrali organizmlarda asosan ovqat hazm qilish traktida, ya'ni oshqozon ichaklarida sodir bo'ladi. Hazm traktida kechadi. Endi bunda energiya samaradorligi asosan yo'q, ya'ni tayyorgarlik bosqichida hosil bo'lgan energiya barchasi issiqlik sifatida tarqab ketadi, ATF shaklida saqlanmaydi. Shuning uchun bunga nol ATF. Endi ikkinchi bosqich bo'lsa, bu sitoplazmada kechadi. Sitoplazmada kechadi va bunda ajralgan energiyani bir qismi issiqlik sifatida ajrab ketsa, bir qismi ikki molekula ATF sintezida ishtirok etadi. Ya'ni bunga ikkita ATF. Endi uchinchi bosqich bo'lsa, bu hujayra energiya stansiyasi, ya'ni mitoxondriyada sodir bo'ladi. Mitoxondriyada sodir bo'ladi. Energiya samaradorligi bo'lsa, bu ya'ni kislorodli bosqichda o'z-o'zidan mitoxondriyada sodir bo'ladi va yuqori energiya bilan ta'minlaydi hujayrani. 36 ta molekula ATF sintezlanishi bilan xarakterlanadi. Endi xulosa qilib aytganda, bir molekula glyukoza to'liq parchalanganda, ya'ni birinchi bosqichda o'z ATF yo'q, ikkinchi va uchinchi bosqichda umumiy hisoblaganda bizda 38 molekula ATF hosil bo'lgan deb hisoblanadi. Ya'ni ikkitasi kislorodsiz bosqich, ya'ni sitoplazmada, 36 tasi kislorodli bosqich, ya'ni mitoxondriyada sodir bo'lgan deb hisoblanadi. O'shaning uchun kislorodli nafas olish organizmlar uchun energiya jihatdan foydaliroq bo'ladi.